Assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natijali Portal firmasının kanalının obunachiları. Bugungi videomiz Dumanqala 26-maktab yanida bo'ladi. Shunchamiz uyinda bo'lib o'tadi. Bugungi ishlarimiz video davomida onlayn ishlab berganlarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, Assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natijali Portal kanalımızın obunachiları. Bugungi videomuz Dumanqalada bo'ladi. Xushnutamimiz uyinda bo'ladi. Yine Xushnutamizga ajoyib bo'lgan sifatli xizmatlarimizni ko'rsatdik. Yine ko'rishingiz mumkin. Natijali Portal cho'tka joyina qo'ndirib qo'yibmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir Xushnutamimiz yo'q bo'lgani uchun Xushnutamimiz ukasi o'zlarining intervyularini beradi, taassurotlarini aytib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi xizmatlarimizni aytdimizsa? Mana zo'r hamma zo'r cho'tki bo'lib turdi. Men ko'nglimdagidek bo'ldi. Ha, ko'nglingizdagidek bo'ldi. Tak, necha условиялар bo'ldi sizga? Zo'r hammasi cho'tki. Og'a, bo'ldi. inasiya biza natija потом установка berganda 2 dona dimoxod, keyin lyustra установкаларni, hammasini cho'tka deb ichida qo'yib berdik, to'g'rimi? Ko'nglingiz to'ldimi bizlar ishlar? Ava. Tak. Siz og'a bizlar emasdan burun boshqa yerlar ham borsiz, to'g'rimi? Natija patolog izlab turib, og'angiz bilan ikkingiz kelib tursalar ofisimizga. Tak, necha bo'ldi? Boshqa yerlarni chiqyapti. Boshqa yerlar sizlarga qaraganda qimmatroq ekan, shuning uchun sizlarga qulay ham arzon bo'lgani uchun sizlarga murojaat etdik. Hamda ishlaringiz yaxshi ekan ko'rdik. Bizlar yoqdi, shuning uchun sizlarga murojaat etdik. Og'amiz siz bizlarga kelganingizda birdan ikki ishingiz bitirib ketdingiz, to'g'rimi? Chunki bizda optimum lyustra xizmati bor edi. Lyustra xizmatlaridan foydalandingiz. Lyustralarimizni bahasi necha ekan? Yaxshi, biz ko'ngilda arzon, qulay. Og'a, sizlar bizlarga natija necha so'mdan ishlatdinglar? O'zingiz cho'ntaklaringiz mos keldimi? Ava cho'ntaklarimiz ham mos keldi. Arzon ekan, bizlarning cho'ntaklarimizni ko'targan bo'ldi. Necha so'mdan ishlab berdingiz, og'a? Natija patolog 100 ming so'mdan ishlab berdik. 100 ming so'mdan ishlab berdingizlar. Tak, og'a, endi hamma videoni ko'rib turibsiz. Eng ko'p o'ylanadigan, eng ko'p beriladigan savol bor. O'zi bularda garantiya bormi ekan? Sizga necha yil garantiya berdik? Bizlar 5 yil garantiyasi berdi. Agar bir yerda bir gap topsa, o'zlari kelib almashtirib tuzatib hammasini ochilib ketish, o'zini-o'zi yiqilib ketish, rang o'chib ketish holatlari bo'lsa, 5 yil ichida defekt bo'lsa, biz ham o'zimiz deyib turib, bepul ofis xizmatini ko'rsatib berib ketamiz, to'g'rimi? Keyin shu garantiya talon yozib berdik, to'g'rimi sizlar? Garantiya talonlarini yozib berib, og'amizga cho'tki xizmatlarni ishlab berdik. Bundan keyin, shu videoni ko'rgandan keyin ko'rib o'tirgan odamlarga nima tavsiya berasiz, uyinda remont etib turgan odamlarga? Shu sizlarga borib tavsiya etamiz, sizlarni tavsiya etamiz. Chunki deganda boshqa yerlarga qaraganda arzon ekan, hamda sifatli ekan ishlaringiz bizga yoqdi. Agarda kim ko'rsatadigan bo'lsa, sizlarga tavsiya etamiz. Sizlarni bizlarga yoqdi, ko'ngildagidek bo'ldi ishlaringiz.